Kim nima desa desin, xonadonni chiroyiga chiroy qo'shadigan mana shunaqangi mebellar bilan bo'ladi, aka. Ustalarimizni qo'li dard ko'rmasin. Hozirgi sizlar bilan bitta video obzor qiladigan xonadonimiz o'zini mebel texnikalari bilan shu turishini videoda ko'rinayotgan barcha narsalar bilan sotuvga qo'yildi, aka. Remontlarini qarang, hamma shart-sharoitlari bor. Sizlar bilan birga ko'radigan xonadonimiz 4 qavatli binoda, 4-qavatida 5 xonali, aka. 100 kvadratli 5 xonali. Xo'p, mana bu asosiy ishidan kirishimizga mana bu yerda pirxoshkasi, aka. Koridorda qarang kengligini. Kirishimizga mana o'ng qo'lda o'zini bitta mana zal. Mana shu videoda ko'rinayotgan barcha mebel texnikalari hamma yo'q bilan sotuvga qo'yildi. Xo'p, chiqishimizga mana o'zini bitta unitazi razdelniy qilib bu vannaxonasi, aka. Xaristonlarni qo'yib qo'yilgan, mana kir mashinkalari tayyor. Bu tomonida bitta detskiy, aka. Detskiy aboylarni yopishtirishgan, hamma sharoiti bor, aka. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya, aka. Bu yerdan muammo sezmaysiz. Bu tomonda mana bitta spalni, aka. Mana spalni garnitur, hamma yo'g'i shunday qoladi, aka. Aka, bitta kelib yashab bersiz bo'ldi, aka. Hamma shart-sharoitlari bor. Hamma yo'g'i akkuratni qilingan ekan, mana ularni ham cho'tchilardan chiroyli avtomatlarni ham qo'yib. Endi mana bu yerda 4 qavatli binoda 4-qavatida 5 xonali, aka. Bu tomoni mana oshxona. Aka, oshxonani qarang kengligini. Bitta ovqatingizni, pishir-kuydiringizni qilib, yoniga bitta stullarni qo'yib, ovqatlanadigan joy qilib olsangiz ham bo'ladi. Oshxona ham katta bitta xona ekan. Xolodilniklari bor, tayyor. Bu tomoniga ham bitta xona qilsiz bo'ladi, zal hisobida turibdi hozir. Manzilimiz Farg'ona shahrida, Tekstilda 11-maktabning yaqinida 4 qavatli binoda, 4-qavatida 100 kvadratli 5 xonali, aka. Hamma shart-sharoitlari bilan, gaz, suv, svetlardan umuman muammosi yo'q. Wi-Fi, kameralargacha o'rnatib qo'yibdilar uyda egalari, xonadon egalari. Xo'p, narxini 53 mingga baholandi, aka. Bitta kelib ko'ring, aka. Ustida gaplashsak, narxini arzon qilib tushib beramiz, debdilar.